Bu videoni ertaga qilaman, bugun kech bo'ldi deb bugungi ishni ertaga qoldiradigan insonlarga jo'natib qo'ying. Eshiting. Bugungi ishni ertaga qoldirdingizmi? Siz yutqizdingiz. Batamom o'sha orzungizni yutqizdingiz. Sizni orzularingizni siz uchun boshqa insonlar amalga oshirishadi. Boshqa insonlar. Tushunyapsizmi? Siz kech qoldingiz. Siz unuting o'sha orzuni. Ertaga qilaman dedingizmi? Unuting. Chunki erta hech qachon kelmaydi. Erta hech qachon kelmaydi toki bugun boshlamagunizcha. Bugun ko'taring. Boshingizni ko'taring. O'sha ishdan, o'sha orzulardan. Hech qachon unutmang. Siz uchun hech kim hech narsa qilmaydi. Faqat o'zingiz. Orzularingizni faqat o'zingiz qurasiz. Tushundingizmi? O'sha siz orzu qilgan niyatlarni, orzu qilgan proyektlarni, g'oyalarni biror insonlar, boshqa insonlar amalga oshirishadi. Va sizga shunaqangi alam qiladiki, aytasiz o'zingiz. Men bilardim-ku. Men qilganman-ku. Men o'ylagandim-ku. Nimaga qilmadim? Va siz haq bo'lasiz. Kech. Batamom kech bo'ldi.